Pensionerlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda pensiyaga katta pul bilan chiqish mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib ketishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, endi pensiyaga katta pul bilan chiqishingiz mumkin. Hozirda ish haqqingiz 10 million yoki 15 million so'm bo'lsa ham, siz eng balandi 3,5 million so'm pensiya olasiz xolos. Chunki pensiyani hisoblashda eng balandi 7 million so'mgacha oylik hisoblanadi. Undan yuqori qismi esa pensiyaga hisoblanmaydi. Hozirda shu cheklov olib tashlanishi mumkin. Pensiyani hisoblashda tanlanadigan 5 yillik davr ham bekor qilinishi rejalashtirilmoqda ekan, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, videorolikka like bosib, videoni yaqinlaringizga ham ulashib, ogohlantirib qo'ying.